ketilgan. Yerda yuzdan qilish oson. Mana bu tarafga qarang. Payvand tashqariga chiqib ketgan mana. Mana qarang. Nima uchun tepadan ulanmasligini mana isboti ko'rdik. Endi pastdan ulanamiz. Ey bu har bo'ling. Yo'qdan oling. Assalomu alaykum, Uzundan Million kanali muxlislari. Kundagi payvand qilishda yana aytilmagan yo esdan chiqib qolgan sirlarni aytib o'tamiz. Boshladik. Aka, benzapila bilan mana bu yerdan 15 sm pastdan uraverasiz. Ko'chirib turing-da biron. Nima uchun yerda tagidan qilish kerak? Mana o'tgan yil mana shu akamiz uyda egasi payvand qildirganlar. Yerda 100 dan qilib ketilgan, ko'ryapsizmi? Ana yer mana bu yoqqa kelib to'xtagan, yerda 100 dan qilib ketilgan. Yerda 100 dan qilish oson. Mana bu tarafga qarang. Payvand tashqariga chiqib ketgan mana. Mana qarang. Qarang mana. Ko'ring. Ko'rdingizmi qancha joy ilib turibdi? Mana. Bu tarafini ham ko'rsamiz mana. Bu yoq ilmagan. Mana hisobidan bu bir taraf olmagan. Bu yaxshi olgan vaqtiga. Yaxshi olgan. Lekin ana bu shamollar bo'lgan, boshqa bo'lgan, siljib arasi ochilib payvand buzilgan. Hozir buni yerda taydan qilamiz. Mana shu qalamchamiz deylik. Ana shu yerdan payvand qilingan bo'ladi. Hozir bu ana shu yergacha tuproq tayib qoladimi? Mana shuni o'zidan ildiz chiqargan bo'ladi. Bundan tashqari bundan ildiz chiqaradi, baquvvat bo'ladi. Mana shu mana isrof bo'ldi. Tepadan ulangani bo'lmadi. Nima uchun tepadan ulanmasligini mana isboti ko'rdik. Endi pastdan ulanyapmiz. Tamam, bo'ldi. Mana bu yerda yorib oldik iskana bilan. Endi yoruqqa mana bu arra 15 navimizni qo'yamiz. Qo'yishga qanday bo'ladi? Mana bu kurtak. Mana o'zim ko'rsataman. Ana shu kurtak. Ko'rinibdi mana. Mana shu kurtak. Kurtak tashqariga qarab turish kerak. Mana shunday turish kerak, tashqariga qarab. Mana shu yerga joylashish kerak. Xuddi shunday turish uchun biz yonidan konusimo qilib kesamiz. Yonidan. Ana endi bitta kurtak qolguncha ko'mlik mana. Yaxshi. Kimga payvand xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar bizga xizmatga.